Bolalar biz qaytdik. Biz qaytdik. Va Reza 98 va men yana video olyapmiz. U yo'q, bitta menman. Kuchayib qaytdim men ham. Siz ko'ryapsizlar, uji 6 ta prime bo'ldi. Bugun biz regioni 500 qilamiz. Let's go. Videoga like bos, kanalga obuna bo'ling. Reza 98 ga obuna bo'lmang. Chunki u men bilan video olish xohlamayapti. O'sha obunani qaytarib olinglar. Ketdi. Ujini tam o'ldirishga tayyormiz. Dinamaykan bormadi, o'ldirmay qo'yamiz. Nima ham gadjet qo'yib oldin desanglar, ikon gadjet oxirgi payt jinni bo'lib qo'ygan. Shuning uchun yo'qotdik bu gadjetni. Mana gadjeti ham yaxshiroq ekan. Shuning uchun o'ynayapmiz biz ham. Keyin endi mola o'ldirishimiz kerak. O'ldiramiz, Jessicani o'ldiramiz, uni yoniga kelib olamiz. Ko'rdinglarmi, gadjet shunaqa ekan. Otsa orqasidan ham chiqar ekan. Yo'lda osonroq o'ldiramiz. Otda nima qolyapti, bilmadim nimaga. Xursand bo'lyapti. Bu endi qachon tugaydi? Gadjetimni ishlatib yubordim. Shuni qiyshiqda o'ldirishim kerak endi. Rosa. It's a rosa. Rosa cho'za poza pada. Rozani o'ldirish qiyin emas. Agar superni ishlatmasa oson o'ldiramiz. Agar u bizni o'ldirib qo'ymasa, Recon 9 gadjet shunaqa bo'ladi do'stlar, bilib olinglar. Meni gadjetimni o'ldirib qo'ygan. Kuchayib qaytganman. Ikkinchi akkauntdan bor, buni yangi ochganman. Oxirgi marta 12-chi bir baloda chiqdi. Shuncha kuchayib ketdim. Va ba'zi bombardiro buzillarni o'ldirishimiz kerak. Devordan o'tolmaydi deb o'ylayaptim men. Mana hozir o'ldi bittasi. Bular botmas. Tugab qo'yganiga otishni bilishmayapti. Chunki meni tez yurishimni bilishadi. 2 soat buzmasdan bunday qilib buzib qo'yiraman. Spike ko'rdinglarmi? Botmas bilan mana shu meni ham o'ldirib qo'yapti bular. Keyingisi 5 ta odam qoldi. Men bilan 5 ta bola o'lib 4 ta. Rico giper zaryad bilan superni ishlatsa oxirida bitta joni qoladi deganlarga ishonmanglar. Unaqa fake. Snap ko'rganmiz. Mana bu galay deb molga o'xshab qilyapti, yonida o'tiribdi. U ham brawl o'ynayapti. Druza tashlab bo'lmayapti oxirgi payt, brawl jinni bo'lib qoldi. Yubli. Men jiskani qoldi. Botmasligini ko'rdinglar. Bolalar. Menga tiktikini tushdi. Nuriga munosabat qilan, shu shini o'rniga bir bola berdi. Shuni ochib, omadinglar ko'z, keyin to'lqinlar, bana buligini bilmabman. Ben o'ldiraman, jonim oz qolsa tez yuguraman. Men killini o'g'irladim. Men o'zim o'lib ketdim. Oson o'ldirdim. Kalasini ham. Endi kimlar qoldi desam, griflar bor ekan. Bunday otaman, o'lib ketishadi. Bunday qilaman, kenji ham o'ladi. Damianni 3 ta menda. Bullet hozir portlayman men. Qanday meni o'ldiryapti bular? 2 cho'lim bo'laverar ekan. Hozir meni yedirib qo'yaman do'stlar, atak qilyapti. Akillaydi hozir mo.
akchilyapti qo'yadi, menga qilliq qilyapti o'zicha. Ana avvalo istarnoligini men bilmabman. Nani birov jonim ichib qo'ydi, joni kattasini ichdi. Sen o vaqt o'lib ketadi do'stlar, o'limini ko'rasizlar. Uni ham joni oz qoldi, meniga ham oz qoldi. Otam meni deb o'ylayapti. O'lib qoldim. Sonunda to'g'ris qilib olaylik, bo'ldi, ikkinchi qismiga tayyormiz. Rikoni prime qilmaganman, 7-prime Riko bo'lishi aniq. Men dogni ham tushirib oldim, 6-skini ham bor. Ikkita feng. Doimgidek fenglar juda ham ko'p. Akkauntimni ko'rsataman, qanday qilib kuchayganlar. Buzilmasa-da kechirolmay qolaman o'zimni. Yaxshi. Yangi anaqa keldi, event. Ashuna yaxshi ekan hamma narsa. Hozir yediraman mo'lilaydi. O'lib ketdi. Bu men sariq mega boksdan tushdi. Sariq. Oldingi mega bokslardan. Bu Dimorikoni gadjetdan u qisqichvaqa o'xshaydi. O bibini chozmay urib ketardi. Chichordim men. Jim turib berdim, menga qarab turdim, men menga qarab turdim. Shuning uchun yaxshi uraman. Hali akillayapti. Men Crow'ni o'ldiraman. Crow'ni o'ldiraman, ko'plarni o'ldirsam bo'ldi men. Mona buzib yurmasang 400 qilib berman ekan. Ular vaqtida o'ldirishim kerak. Yematdika hamma. Pastda ko'proq urush bo'ladi. Hozir Crow meni o'ldirmasligi aniq. Bitta o'qtayman. Uyimizga yoniga bormasam men baxtliman. Kichib bordim. Qanday uraman hozir men uni? Bak, gadjetimdan ketdi bu ham. Men ko'proq odamlar gadjetimni o'ldiraman. Agar sizlar ham mana shu o'yinimda tushib qolsanglar, gadjetdan o'limga mahkum bo'lasizlar. Hop, keyingilar kim? Leon, Lion qop, Lion. Bilet 8 tane men qayerdan bilibman buni? Ot qatib qolyapti. Men o'zingizlar yo'qsizlar, joni ichilib ketib qoldi. Hop. Meni gadjetimda o'lyapti bu ya. Bu legenda harkaskini. Bitta yutsak, ikkitacha yutsak, 400 qilamiz. Videoni ikkinchi qismini chiqaramiz. Botlar bilan o'ynab yutyapti. Menga botlar tushdi. Bu devordan o'tish qiyin-da mana. 540 tadan jon ketkizyapti, batdan 540 tadan jon ketkizyapti. Qaranglar. Emzlarda o'ldiramiz, egrilarni o'ldiramiz. Gadjetimda ketdi. Dinamaki. Shunaqa o'zida o'ldirib qo'yaman buni ham. O'ldi. O'ynatib o'ldiryapman, bu akillayapti. O'ynatib o'ldirish men uchun sharaf. Do'stlar, Riko birga bir. Ana bibini o'ldirib olaylik. Unda 7 ta menda to'rtta. Davay ketdi birga bir. Riko kimin shunagi videoni tugatamiz. Riko birga bir chiqib. Kim yutish hali oldinda. Kim yutsa ham bular yapti faqat. Men ko'p urg'on yig'yapman unda.
Do'stlar, yonimga kelyapti. Unda 7 taliga men qochib beribman, 8 taliga. Oh, bilay. Jonim yo'q, meni jonim yo'q. Rahim qil, Horami, rahim qil. Zonada qolib ketyapti. Yo'q, bundan 8 tani men tanlamayman. Bo'ldi do'stlar, videoni tugatamiz. Shu joyga ko'rgan bo'lsanglar, like va obunani ayamanglar. Biz keyingi qismini ham 1 kishi emas, 3 kishi bo'lib chiqaramiz. Hammaga xayr, like bosinglar, obuna bo'linglar. Biz keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.